Bu O'zbekistondagi qanaqadir bug bo'lib qolgan akkaunt ham adashmagan bo'laman. Nimaga deyotgan bo'lsanglar, oxirigacha ko'ringlar. Bunaqa bitta ham akkaunt savdo yoki birovni qo'lida ko'rish nereal. Kim agarda investitsion akkaunt qidirayotgan bo'lsa, obzorni oxirigacha ko'rish shart. Обязательно bizdan kutib olingan ramkalardan eng legendarniy ramka bu Resident Evil. Kolleksiyasiga ahamiyat beradigan bo'lsanglar ham qaranglar, 35 vashi musor bo'lib yotibdi. Oke, buni akkauntlarni ustidan qusvorishga arziydi. Nimasini ko'rsatyapsiz, mana internetga olib chiqib o'tgan bo'lsanglar, shoshmasligingizni maslahat berib qolaman. 49 kolleksiya bo'lishiga qaramasdan, bitta X ga bosib agarda bitta bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, sizlarni original brigadga kutib olsa, nima deysiz? Agarda o'sha yerdan turib bitta bu yoqqa ahamiyat beradigan bo'lsa, garderopada yana sizlarni missiya A kutib oladi. Missiya A turish qaranglar, ko'zda lentichkalar mana shu birinchi marta ko'ryapman. Mana bitta takji mana bitta brigadkani originali yo'lbars emblemasi bilan. Endi menda bitta qiziq savol bor. Sizlarda qanaqa brigadkalar bor? Agar brigadkalar bo'lsa, yoki brigadkalarning o'zi ichidan qaysi rangi sizlarga eng ko'p yoqadi? Redki hisoblanadi. Eng ko'p like yig'sa o'sha rasmini tashlab ma'lumotini yozib bergan odam, o'sha akkauntni biz rozigrish qilamiz topib. Nima deydi? Agarda sizlarga ham shunaqa byudjetning arzon va redki narsalarga boy akkaunt kerak bo'lsa, $10 deysizlarmi, $10 dan $10,000 gacha zakazga, kurs savdo lubochasiga bor. Обязательно bizga obuna bo'lib kuzatsanglar, mana bunaqa akkauntlarni birinchidan bo'lib olib qolasizlar. Bu hozir turibdi, Telegram kanaliga o'tilib pulni obzor ko'rib bosib boringlar. Ulgurgan ulguradi.